Hurmatli kuzatuvchilar, sotuvga emas, e'tibor bering. Dalaga 1 gektari 5000-6000 dollarlik sotuvga qo'yilgan katta 9,5 gektarlik bog'da turibmiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Orqamdagi cheksizlik bog'ni ko'ryapsizmi? Operator ko'rsating. Yangi nihollar, yangi mevaga kirgan mana bunaqangi o'rizorni ko'ryapsizmi? Bugun katta bitta 9 gektardan oshiqroq joyimiz sotuvga qo'yildi. Dehqon akamizni o'zidan, dehqon akamiz savolga o'tamiz. Aka, manzilni boshida tushuntirib o'ting. Aka, bu Zodion Qurtevasi. Aha. Rishton soyida. Shu bag'i o'zimizni nima? Yerlar. O'zingizga qarashli, o'zingizni nomingizda bo'lgan, dehqonchilikka olingan, bog'dorchilik. 9,5 gektar aka. 9,5 gektar joyimiz sotiladi. Suv bor, svet bor. Svet. Ularni ko'rsatib keting, drenajlari bor, svetlari bor. Xo'p, qayerlar qanaqa, narxi nimasi qanaqa? Aka, uyda orqasida ham kimga hech ma'qul kelsa, kelsin, ko'radi. Kelishaveramiz aka. Teplitsa qilaman, bog'dorchilik qilaman degan, molxona qilaman, chorva qilaman deydiganlar mana akamiz aytganda kelsalaring zo'r imkoniyat. Qo'ni qo'shni yo'q, siz mol boqsangiz, hidi chiqyapti, unaqa gaplar yo'q. Qanchasini sotuvga qo'yapsiz? Aka, bu kimga ma'qul kelsa 4 gektarmi, 5 gektarmi, 2 gektarmi, 1 gektarmi. Imkoniyatga qarab qilib. Narxi qanaqa? Narxini aka endi ochiq joylarni sal arzonroq qilib beramiz. Bunaqa mevali joylarni kelsa, nimasiga qarab gaplashamiz aka. Ushbu bog'imizga bu yog'i Rishton tomon bilan tushganingizda, bu yog'i Oxir tomon bilan chiqqaningizda ushbu Oqmozor masjid qabristoni oldi bilan chiqqanda yo'l bor ekan.